Texnika bo'yicha ishlar. Bilasan, qilasan. Azamat. Ana Azamat. Qara, qayoqqa yoshinding ey? Azamat. Azamat. Ha, opa. Sengacha jiyanimda nima qilding? Nima qilding deyapman senga? Gapir. Nima qilman? Kim jiyaningiz? Voy Sulov. Bilmasam nima qilganman. Makiyaj prichaska qilgansan. Nima bilmaysanmi o'zing nima qilganingni? Qaytib qolding. Nima qilish? Qaytib qolding. Oddiy texnika bo'yicha ishlar. Bilasan, qilasan, kun o'zgartirmay. Nima qilamanmi? Voy, yo'qani qo'yib gapiring, opa. Bir xil qilib qo'yganim bilan tushundingmi? Shu makiyaj prichoska desangiz bo'ladi-ku, meni qo'rqitmang. Men nima qo'rqasan? Gapirishim shunday meni. Nima qo'rqitib kelasiz bo'lmasa? Men gapirishim shunday, qo'rqma unday. Jur, makiyaj prichaska qilyapti meni. Kiring. Xonim shunday, yo'l ber. Ey. Ahmad ey. Men qarangda. Haqiqatan ham qo'lingiz yumay qilgancha bor ekansiz dedim. Bir xil bo'ldim, ajratib qo'ymaydi. Nech pul bo'ldi? Nech pul? Jiyaningiz bergan narxni beravering. Jiyan qancha bergan menga aytgay? Shu $50. Tentak bo'lgansiz, qancha $50? Mana bor pulim shu, menga qarang. Bor baraka, rozimisiz? Opa, bizning ham ishimiz bor. Bu narx to'g'ri kelmaydi bizga. Rozimisiz deyapman, menga qarang. Qo'lim qo'ying, nima bor? Pulingiz bor baraka deyapman sizga. Rozimisiz? Roziman. Ma'lum sizga buyursa, yaxshi qillarga ishlarning oy barakasini bersin. Mayli. Rahmat lekin. Cho'tki. Ketdi. Tugul. Shunaqa xotining bor bo'lsa bormi? O'zi to'q bo'layotganda bor. Uncha muncha berandimlar. Berganga kun ketaverar ekan. Ey, duganalar, sizlar ham chiroyli takoylashibsizlar. Yaxshi bo'layotganlar.